Assalamu alaykum, yaxshimsizlar. Bugun ugundig'inimiz xo'longu tamlik marojni bo'lib, buning ketadigan kerakli materiallar: 1 piyola xam qaymoq, 4 dona tuxum, 1 dona xo'longu, yarım piyola eris. Endi 4 tal tuxumninki eqi bilan seriqini ayirib olib, tuxumning eqini mana ko'ptirgichda toza obdan ko'ptirmiz. 5 minutgacha ko'ptarsak, mana rishala holatiga keldi. Buni to'nglatquning to'nglaydigan yeriga sap qo'yib turamiz. Endi javurga ya 1 piyola qaymoqimizni to'kib, buni ko'ptirgichda toza obdan ko'ptirmiz. 5 minutdan 10 minutgacha ko'ptarsak, mana bu holatga keldi. Buni to'nglatquga sap qo'yib turamiz. Tuxumning seriqiga 2 qo'shiq shakar to'kib, buni ko'ptirgich toza obdan ko'ptiramiz. Ko'p bo'lgandan keyin to'nglatquga solgan qaymoqimizni ilib, uning ustiga mana tuxumning seriqini to'kib aralashtiramiz. Toza obdan aralashtirib bo'lgandan keyin mana yarım piyola erisimizni mana to'kimiz. To'kib bo'lib, buni obdan aralashtirib olamiz qo'shiq bilan. Qo'shiq bilan toza obdan aralashib bo'lgandan keyin abay to'nglatquga silib oldik-ku tuxumning eqini. Shuni ilib, endi ashning ustiga to'kib, mana aralashtirib bersak bo'ldi. Obdan aralashtirib bo'lgandan keyin abay tayyorlab olgan mevaning ezilgan holatini to'kib, uni aralashtiramiz. Toza obdan aralashtiramiz. Aralashib bo'lgandan keyin to'nglatquning to'nglaydigan yeriga silib 2 soatda bir aralashtirib, endi yana sap qo'ysak, obdan to'nglaydi. To'nglab bo'lgandan keyin iste'mol qilsak bo'ldi, qizlar.